Xo'sh. Xo'sh. Ekran yozyaptimi? Ha, yozib olyapti. Video boshlanibdi. Xo'p, hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana Matrica Gaming va mendan yana bir yangi video, ya'ni o'sha legendarniy o'yinlarimizdan bittasi akalari Granny 2. Do'stlar, menimcha bu videoni tanishtirib o'tirishga hojat yo'q. Endi o'ynayverib sizda ham endi zerikib ketmadingizmi? Ko'raverib endi charchab ketdik desalar do'stlar. Endi to'g'risini aytsam, ko'proq horror o'yinga reaksiya ham ko'proq bo'ladi, reaksiya yaxshiroq bo'ladi. O'yin ham qiziq ketadi do'stlar. Xo'p, biz bu yerdan ko'p cho'zib o'tirmay bu videoni tanlaymiz akalar. Bu yerdan xigix, ya'ni visokiy kачество, ya'ni tiniqligini. Xo'p akalar, biz ketdik. Aytgancha akalar, mabodo oldingizdagini qirilayotgan kim qillaqmiyamiz yeb qo'ydi desalar akalar, bu mushugim. Oldimdan mushugimni olib yotmay issiqqina ko'rpaning tagida mazza qilib do'stlar. Xo'p akalar, biz videoni boshladik. Qaroqning shaqalaqoqlar. Bu kelib qolsa hali tarsillat urib olish mumkin. Shunchaki akalar tez harakat qilamiz. Cho'zib o'tirishga vaqt yo'q. Bu jonni eshitish uchun Bujan qaytasiz? Da obunachilarimiz sizni sog'inib ketibdi. Bu yuzni bitta ko'rib qo'yaylik, o'sha kir bosib ketgan bo'lsa ham mayli. Va mamda qilsak kelamiz, mamda qilsak. Ey bu. Voy. Bu jan. Bu kelyapti akalar. Bu jan. Shuni bitta ko'rib ketaylik. Rasmni tushirib ochib ketamiz akalar. Bu tuzoq qo'ydi akalar, ehtiyot bo'lamiz akalar. Eslardan chiqmasin, bu tuzoq qo'ydi. Yerga o'tirib olamiz akalar. Buvijon, keling. Habib bo'lani olganni. Mana akalar. Obunachilar Buvijon yuzini yozib hamma qilganlar uchun yaxshi. Bu biz topamiz. Keling bu. Buvijonimizmi? Orqaga shuna birilib keting bu. Bu tuzoq qo'ydi akalar. Bu hop. Aynan kerakli narsa akalar. Chunki eshikni mana bu joyini ochish uchun kerak akalar. Shunday aytsam. Bu mabodo menga kelmoqda. Voy. Akalar tushdi. Endi telefon qilib qoladi akalar, ko'rdinglarmi? Aytib yurmaysizlarda, kimdir telefon qilib qoladi endi akalar, layakan bitta. Endi boramiz desalar akalar endi. Chunki dovdirab qoldim akalar, telefon kimdan bo'layotganligini ko'raman deb, yana o'chiraman deb o'chirishga ulgurishim kerak deb tepaga o'tkazib yuborishga ulgurishim kerak deb akalar. Endi foyda
foydasi yo'q ekan. Voy. Ha, telefon qilmay o'lash payti. Ko'ronni shaptali qoqa. Tut. Bitta joyda eplab chiqolmadi. Bittilla ekansiz, o'zingizga shu shaptali qoqa ekansiz. Ekansiz desalar akalar, endi men bu jonni nari u yoqda yuribdi pastda deb o'ylabman endi akalar. Men qadam bilay. Bu jonni buyoqqa kelayotganini. Bilganimda shunday qilardim akalar, o'zinglar aytinglarchi. Men bilganimda shunday ish tutgan bo'lardim nima akalar. Bu canlıymış. Ne dediler ha? Bu keling endi oxirgacha. Bu jonimizni kesayiz ja zo'r ish qilyapti. Bitta qulfga shavab turib ustidan qulab qo'yardim bu. Ketdi bu. Bu shoxda bo'lib turavering, kelmay turing bu yoqqa. Mana shu. Hop. Bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak-da, akalar, chunki voy. Bu shaqa borib turavering, bu men mana bu yoqda ochib ko'rib chiqay. Bu hali sizdan hisoblashaman, mayli. Xursand bo'lib turavering bu. Bu shu yerdan bilinadi, siz pianinoga o'qimagansiz bu. Yaxshilab chalishni o'rgansangiz bo'lmaydimi? Voy, akalar, bu keladi hozir. Chunki birinchi o'rinda bu yoqdan qochib ketamiz akalar. Bu kelmayaptimi? Kelmayapti akalar. Ket. Buni borib want to play hide and seek? turamiz akalar. Bu kelyaptimi bu? Voy, ishla. Voy. Akalar, bu tuzoq qo'ydi. Buni tuzog'ini yo'q qilish o'rgataymi? Sizlarga tekinga layqak akalar. Yo'q, qochdi. Shu joyni o'zida bu yerdan shamol bo'lib ketish kerak akalar, chunki bu yerdan merang netoni to'qmog'i bilan solishi mumkin akalar. Buni bu yoqqa ishlatamiz akalar. Granata yo'q ekan. Bu jonni o'ldiraylikda. Bu jonni uxlatari. Oppa akalar. Aynan kerakli vaqtda rasm ikkinchi qismi ketdi ekanda hatto akalar. Keling bu. Kelasizmi? Bu. Bugun jiyanim mening mehribon. Bu jiyanim. Bu tuzoq qo'yishni o'raygan akalar. Bugun oldiga o'zimiz chiqamiz akalar. Uni bu yoqda mahsus qilib ikkitaliga nima deydi? Shaqa yiqiling bu. Qaramaylar dedim. Qaramaylar. Loy. Saptala qoqi. Bu unaqa orqasiga o'tadigan men odatim yo'q, bu unaqa
Menga unaqa ishlaringiz ey pokman men bu unaqa ishlaringiz menga ravo ko'rmang. Jiyanim. Kap-katta ayol sizlar uyalmaysizmi? O'zi chalingizga borib qilsangiz bo'lmaydimi shu ishingizni buvi? Kelin menga ko'rsatasiz. Buvi jiyanim o'zimni. Tezog'ingizni atash olsa bu hozir bizga juda ko'p xalaqit beradi bu. To'g'ri tushunasizda endi sizdan hozir olmasa bo'lmaydigan bo'lib qoldi-da oxirgi payt. Bu namiyatni ko'rib ketadi. Mana shu bo'lgan payt ko'raman. Shunday bo'ladi mana. Balkim bu ham kerak bo'lib qolar endi akalar buni. Balkim. Xo'p akalar ko'p cho'zib o'tirmay, qizlar mana bu Qur'onni ham bu yoqqa qo'yib qo'yamiz-da, security key bilan sirli security xonani ochamiz akalar. Borib ochishimiz kerak. Ochmasak akalar, yo'qdangiz kerakli narsalarni topa olmasligimiz mumkin. Ochdik. Yo'qda kemani kalitiga solib akalar, Grenini bagini topdim. Xohlasalar sizlar ham tekshirib ko'ring, mana kalit qarang. Portmanchiga soldim, lekin ichiga solib ketish kerak. O'zinglar mana shu yerda kamerani kelib tekshirib ko'rishlar mumkin. Xo'p, akalar endi qayer qoldi biz ko'rishimiz kerak bo'lgan joy? Rasm 3-qismi akalar. Bu uyg'onibdi, bu uyg'onibdi akalar. Keling bu, qaysi tomondan kelasiz? Mana bir xilotay sizni. Keling bu. Buvijon. Sal yoqqa yoting, yoqqa. Hop. Hay, Layla. Qaramanglar. Uyat bo'ladi yana buvijon a. Hazillashdim. Yo'q, men uni qo'llarga unaqa narsalarga qodir emasman. Yo'q. Buvijon qaramanglar, Layla. Shaptala qoqlar. Uyalmaysizlarmi yana qari odamniki yaqinlashishga? Qoching buvi. Sizga ham qo'yib bersa endi uyalmasdan ko'rsataverasiz hammaga. Bobongizga siz bo'lmaydimi? Bir yashirib yurmaydimi sizni? Bunaqa yurganingizni bobo chalingizga aytib bersam, buvi dabdalasi chiqadi. Xullas akalar shunaqa. Xo'p, akalar endi biz rasmni 3-qismini olib kelaylik. O'rimchakni oldidagi kichkina joyda edi akalar. Yoki baxana o'rimchakni o'ldirib kelamiz. Ovolaylik. Akalar shunaqa paytda tilim sekrayib ketadi akalar. Sizlar ham o'ynab ko'rsanglar bilasizlar-da, endi tilini sepib chiqib ketdi bir lay ekan, shaptali qaqa ekan demanglar-ku. Sizlar ham o'ynab ko'rsanglar bilasizlar akalar. Xo'p, ey buvijonni kichikchasi bu yoqqa chiqdi. Sen bilan bir o'yinchoq o'ynaymiz, a? Akalar nima dedilar, bir o'yin o'ynaymiz. Buvijonni kichikchasi bilan. Xo'p, akalar buni rasmni olamiz. Rasmni olib chiqamiz akalar. So'rib qolmasak akalar, bu chiqatda bizni tayoqchasi bilan bitta barang etib urib surib tashlaydi akalar. Qanday tushunmaydi? Xo'p, akalar. To'g'risi aytsam videoni o'zim ham ko'p cho'zib o'tirishni xohlamayman. Tezroq shu sizlarga kontent video bo'lsin. Anchadan beri akalar to'g'risi zerikkanimdan video qo'ya olmaganim uchun voy. Biz yo'qotdik. Bahona buning qo'limiz bo'sh ketmasin, ha? Do you want to play hide and seek? Bugun mabodo mana bu yerda emasmisiz?
Buni pastga tashlab turamiz akalar, chunki u ko'proq pastda kerak bo'ladi, chunki kemani rullaydi. Akalar iloji boricha. Ey bu, keling. Ha bu. Yoting u yoqqa. Aka yana bir ko'rsataymi? Ha. Mang bu. Ajab bo'lsin. Qachang. Men yana bitta tataymi? Nima deysizlar, do'stlar? Uyalmaydi endi. Ko'rsatishini qaranglar. Oling bu. Uyalmaysiz-a? Bukunizdan battar bo'ling bu. Sizni yuzingiz buni ko'rib. Men bu qurt bosgan tishlaringizni yuvib yursiz bo'lmaydimi bu? Sizni buvijonni. Mayli aka, endi nima deysizlar endi bu kampir odam bo'lgandan keyin tishini yuvishga erinadi endi akalar. Xo'p, bu yer ochilmaydi. Buning uchun kalit kerak. Xo'p, akalar, endi bizga nima kerak hozir? Buyoqqa chiqib qaraylik-da. Voy, buzib tashlaylik, bo'lmasa hozir buni tushib qolishimiz bor akalar. Buning uchun biz akalar 3-etajga chiqishimiz kerak. Uchinchi etajdan nimadir keladi. Oppa, akalar, mix sug'uradigan kerak. Ayni vaziyatda kerak akalar. Hop, mana shunday akalar. Yapot beri istarasini qo'yishimiz kerak, keyin ichkaridan o'tib konfet qo'yishimiz kerak, konfetni olib keyin otishimiz kerak. Otgandan keyin vertolyotni olib o'tib, vertolyotga benzin quyib, qanotini sko'chlab, kalitni vertolyot kalitini olib, akalar qochishimiz kerak. Qanday chimdi? Eshikni ham xuddi shunday, eshikdan ham qochish shunaqa. Tashlab turamiz. Sekingina borib Qur'onni olamiz, chunki akalar buvijonning ham uyg'onadigan vaqti bo'lib qoladi. Quloq solib turamiz akalar. Biroz quloq solamiz, chunki bu uyg'ondi. Endi buvini chaqiramiz. Keling bu, yana bir uxlataylik. Keling bu. Buvijonim o'zimni lezginga o'ynaydigan buvijonimdan. Xo'p, akalar, endi bizga rasm kerak. Bizga hozir kalit kerak emas, rasm kerak. Rasmni olib. Rasmni bu yoqqa qo'yamiz-da, akalar. Boshqa qayerga qo'yamiz rasmni? Mana buni ochish kerak. Bizga qisqich kerak, akalar. Qisqichni olib akalar, biz tek qisqichni olib ochishimiz kerak. Xullas, o'sha joyga. Hozir yana bir marta ko'rsataman. O'sha joyni qisqich bilan ochishimiz kerak. Hozir. Mana bu ikkita zanjirni mana bu bilan mana bu zanjir uzishga bizga qisqich kerak, ya'ni tok qaychi akalar. Tok qaychi kerak akalar bizga. Buning uchun 3 ta rasmni qo'yib eshikni ochsak, balkim eshikning orqasida bo'lishi mumkin. Endi unisini men bilmadim. Shuning uchun tekshirish maqsadida uchala rasmni ham joylashtirishimiz kerak akalar. Mana burchakda yo'qmi? Yo'q ekan. Yerlardach, ismi yo'qmi? Oppa akalar, voy panke.
Sizlarga aytdim-ku, axir bu yerda nimadir bo'ladi-da, shu nimadir bor bo'ladi akalar. Borib endi weapon key bilan qurolni ochsak akalar, qurolni borib olsak, videoni qurol bilan otib o'ldiramiz akalar. Tilim qursin. Qurol bilan uxlatamiz akalar. Otib. Boya buvijonni elektroshoker bilan 2 daqiqaga uxlatyapti ularga. Bu VPK bilan qurolni ochib akalar, buvijonni 2,5 daqiqaga uxlatamiz akalar. Buning uchun buvi. Bu orqadan kresaga o'xshab kelayotganingiz, buvijon, Men bizni bilmaydi bo'ladingizmi? Buvi. Bizni sezmaydi bo'ladingizmi? O'zimni shustri deb bo'ladigan buvijonni. Oppa, ana akalar. Mana bu bosilmaydimi? Bosilmaydi ekan akalar. Xo'p, mayli, hech qisi yo'q. Yana o'qimiz ko'p, tepada o'qlab olaveramiz akalar. Tezroq buni shkalatning joyiga borib joylashtirishimiz kerak akalar. Bo'lmasa yo'lda o'tayotganimizda anagani ko'prikchasidan tek qotib tushib ketishimiz mumkin akalar. Shuning uchun shu yerga tashab turamiz akalar. Bizga kerak bo'ladi shu yerda. Endi tezroq borib qurolni olib kelishimiz kerak akalar. Hali bu yerdan sizlar bilan ko'p yiqilib tushamiz akalar. Qurol pastda edi akalar. Qurolni pastga tashlab keldim, olib kelib mana bu ikkita o'q bilan o'qlab olamiz akalar. Qurol mana bu yerda edi. Buni oldik akalar, tezroq. Faqat tezroq akalar. Hop, o'qladik. Eshikni yopib turaylik-a, tag'in yana buvijamizni uzoqroq bir joydan ko'rib, turgan paytimiz to'g'rilanib olgunimizcha urib ketish mumkin akalar. Shuning uchun bug bo'ldi. Tap yiqilaman. Ko'rdinglarmi akalar, sizlarga nima dedim? Bug bo'lib qoldi dedimmi? Bug bo'lib qoldi. Endi borib qurolni olib ana yana bitta bak, ko'rdinglarmi? Ekranning o'ng tomonida narvam qolib ketdi akalar. Bug bo'lib qolmaydi. Ko'ryapsizlarmi? Ishlamaydi. Mayli, hech qisi yo'q. Endi meni o'yinimning tarixida birinchi marta bug bo'lib qolyapti akalar. Buvijon uyg'onmadimi? Albatta buvijon uyg'ongan bo'ladi akalar. Yiqilib tushdimku. Qaysi tomonda ekan bu? Shunga qarab qochardi-da. Hop, keling bu. Kelavering. Shu yerga kelib turavering, bu yoqda edi biz yo'limiz. Kelmayapsizmi bu? Kelmayapti. Do you want to play hide and seek? Bu mana shu yerga kirib keting. Bu sizni bir uxlatib qo'yaylik. Endi obunachilarimiz uchun hammasi buvijon endi xafa bo'lmaysizda. To'g'ri tushunasizda endi bu. Keling bu, keling. Ey, bu yoqdaman. Qayerga ketyapsiz? Bu. Yoting yoqqa, uxlab turavering. Hallaylar buga qaramay. Ey, qaramanglar dedim bu. Katta bola yurmasizlar, ha? Voy, yana shu bug.
jonga tegdi akalar. Qanday qilsam bu bagdan qutulishim mumkin, ha? Aytinglar. Jonga tegib ketdi mana. Yana shunaqa bag bo'ldi-da. Yana shu bag akalar. Yuzim ekran qonab ketdi akalar. Yaxshi tezroq borib mana shu kemani oldiga borib qo'yay buni. Hali maqsad qurgichni olib bundan ham ehtiyot qilish kerak. Hali maqsad qurgichni olib hali ikkita qulflangan yashni ochishimiz kerak akalar. Mana bu yerda hech yo'qmi? Mana yerda odatda nimadir bo'layotdi doim. Ovozim biroz ko'tarib olsak akalar. Yaqin ortada bundan kelayotgan bo'lishi mumkin akalar. Odatda nimadir ham bo'lishi mumkin-da. Tekshirib qo'yapman. So'rashmaslar. Aynen hazır. I see you. Vay bu tuzoq qo'ydi akalar. Bu qayergadir tuzoq. Keting bu. Keting shaqa keting. Shaqa o'tmay turing nima desa bu. Akalar shu paytda jo'stik ham ishlamayapti akalar. Jo'stik ishlamayapti. Aytib yurmaysizlar chunki bug bo'lib qolgan akalar. Bug menimcha bu o'yinda o'xshamasligi mumkin biroz akalar. Mabodo o'xshamay qolsa akalar aytib yurmaysizlar. Och. Loq deb o'ylaydi bular. Aslida ular o'qigan kitobni biz yozganmiz. Buning orqasida, ha? Bu. Ay akalar noto'g'ri chimaylar endi. Yalmaysizmi o'zingizdan bir o'lib qolgan ekansiz, ko'zingiz qonga to'lgan ekan-ku, katta odam desanglar akalar endi. Aytib bilmaysizlar-da. Hop, akalar bag'da qutuldik. Tezroq borib endi mana bu yerni ochsak akalar. Ancha o'q chiqarsa bo'ladi akalar. Endi tashlab turamiz. Mana yo'qolamiz akalar. Endi oppa ana granata ham bu yoqda ekan. Ha, aytgancha bu jonning kuchugini, ya'ni o'rinchagini oldiga ham o'tishimiz kerak akalar. O'rinchagini oldiga o'tishimiz uchun o'rinchagini o'ldirishimiz kerak. Hop, mana yerdan nima chiqadi? Hop, maqsad qiladigan bu o'zada esan. Bu yerdagi ma'lumot kerakligiga bo'lgan narsa. Buni ishlaylikchi. Bu uyg'onmaganmi deysiz qilib. Bo'ladi, yaxshi. Uyg'onib akalar.
buvijonni uxlatib olaylik birinchi o'rinda. Bu keling bu. Buvijonimiz. Hop, assa bir lezinkaga o'ynab bering ha bu. Xo'p, endi mix sug'uralganini olib keyingi ikkinchi qulf joyimizda tezroq tekshiramiz, chunki u yerda ham kerakli bironta buyum bo'lishi mumkin akalar. Shuning uchun tezroq tez faqat tez akalar. Chunki videomiz ham juda cho'zilib ketdi akalar, shuning uchun zerikib qolmasliginglar tilimizga chiqib ketdi. Qolmasliklaring uchun harakat qilyapman akalar. Xo'p, endi seyfdan nima chiqar ekan? Akkinchi seyfni oldidagi mana eshikni taxtalaridan tushirishimiz kerak edi akalar. Mana sug'uradigan. Hozircha hoppa, bizga kerak. Aynan mana shu detal kerak edi akalar. Aynan mana shu detal kerak hozir. Bu uyg'onmay turing, shuni o'tib ketay. Mana buni birinchi o'rinda. Chunki eshikni oldidan qochayotgan paytda ko'kka ilinib qolsak akalar, ko'kirib o'lib qolishi mumkin. Keyin aytgancha akalar buni qurol bilan otib ochishimiz kerak. Mana yaxshi tashlab bormoqman. Pastga bo'lsa yana hozir sakrab o'lib qolishimiz ham mumkin edi akalar. Endi sekin o'tamizda akalar buni ish qilib eshikni ochib Obbo, amma bu ham kerak. Pedlock kerak demoqchidim aniqrog'i yana. O akalar bizga endi bu qisqich tepada kerak emas. Voy, bitta shaptali qoq. Buni ham tashlamaydi, shaptali qoqqa tashlasalar akalar. Lekin endi bu random tizimida bo'lib qoldi, tasodif endi akalar. Aytib bermaslar. Xo'p, buni otdik, bu yerdan o'tdik. Xo'sh, bizga granata kerak bo'ladi akalar. Granatani tashlab olaylik hammasini. Hamma ikkalasidan pastga tushirib olsak akalar, bizga ko'proq plyus bo'ladi. Xo'p akalar, bu yoqda mana bu yerda qolishni tashlab akalar. Granata qaniydi? Qilamiz akalar. Oxirgi kun akalar, endi vaqti ehtiyot bo'lib o'ynashimiz kerak. Akalar, bizga ham ta'sir qildi bu granata akalar. Buni olamiz akalar, chunki eshikni ochganimiz yo'q. Eshik oldidagi taxtani tushirganimiz yo'q. Ortlamizda bitta pedlockni topsak akalar, biz yutdik. Pedlockni menimcha katta ehtimol bilan o'lganni o'rinchagini oldida bo'lsa kerak akalar. Qurolni olib akalar, o'lganni o'rinchagini o'ldirishimiz kerak. Pedlock topilsa bo'ldi akalar. Kemadan ham qochishimiz mumkin. Hattoki kemadan qochish yo'li bor. Lekin akalar qurolni lekin pastga tashlaganmiz. Eslayman. Bu yoqqa tushib ketdi.
tortdi, granatani ta'sirida chiqib. Endi esa nima qilganini. Endi videoni o'rinchagini yo'qotib, o'zini yo'q qilishni akalar oqlab olishimiz kerak. Buni chaqirib chunki oxirgi videolar videoni chaqirib olaylik. Bu yo'ldan boshimizga shunday kelib turgan bo'lsa, derang yetib uradi akalar, biz uxlab ketamiz. Biz yutqazishimiz mumkin. Ya'ni video zerikarli bo'lib qolishi mumkin. Yes degan ovoz eshitganmiz akalar. Endi vallahi hatto qanaqa bir katta odam ekansiz, bo'lib qilsangiz desalar, endi nima qilay? Videoni aktivini shunday ko'tarmasam akalar, obunachilar ham yaxshi yig'ilmayapti. Tomosha tarixi ham ko'p bo'lmayapti. Ko'p odam unchalik tomosha qilmayapti. Ay, yoqqa chiq. Quyanjon, bu yoqqa chiqqin deydi-ku. Degan joylar bor-ku, akalar, bilsanglar agar. Ay, bu yoqqa chiq. Kel. Hop, akalar, pedloki bormi? Yoningdan yaxshi. Bo'lmaga gap gapirib o'tdim akalar. Shunaqada endi yutishimizga oz qolgan payt akalar, shu qo'rsam bo'lib ketaman men. Va nihoyat akalar biz qochamiz. Faqat bizga buvijon xalaqit bermasa bo'ldi akalar. Tezroq borib endi eshikni tutqichilab kelsak akalar, bo'ldi. Hisob biz yutdik. Faqat buvi kelib qolmasa bo'ldi akalar. Bu yo'qmisiz bettash qilib, albatta bu narvondan ketaverishimiz mumkin. Hop, eshikni tutqichilab qo'yaylik. Aylanman. Eshikni tutqichi. Voy, ol tez. Yekib qolmasin. Yo'l tezlash. Bu eshitdi. Qurolni olib buvini uxlatamiz akalar. Bu eshiklardan qochamiz akalar. Bu yerlardan buvijonni oldidan qochamiz akalar. Buvi keling. Voy buvi. Bu menimcha bu yoqqa kelishni esdan chiqarib qo'ydi shekilli, ha? Akalar nima deysizlar? Keling. Hop. Buvijon. Xo'p, akalar, biz nihoyat eshikdan qochyapmiz akalar. Xullas, gapni qisqasi, biz buvijonni mazza qilib buvijonni o'ynadik degan umiddamiz. Ham mazza tomosha qildinglar degan umiddaman akalar. Biz qochdik. Buvijonim, o'zimni yuzi qurt bosgan, yuzi to'rlab sho'rlab ketgan qurt bosgan tishlardan o'rgilaydi shu buvijonim yuzidan-da. Sochingiz ham salab tursiz, lekin yaxshi bo'lardi bu. Xo'p, akalar, videoga keladigan bo'lsak, albatta video yoqqan bo'lsa like, komment, hech bo'lmasa nuqta bo'lsa ham akalar, obunani bosib qo'ysanglar, tezroq shu jonli efirni boshlash uchun akalar 50 ta, 100 ta
mingdagi 50 tadan oshsak, shuni o'zi yetsa kerak menimcha akalar. YouTube'ni biladiganlar bo'lsa, jonli efirni boshlash uchun yana qancha obunachi yig'ish kerak bo'lsa, shunchalik ko'proq do'stlarning telefonidan yoki o'zlar telefonlaridan bir 7 ta 8 talab akkaunt ochib bo'lsa ham albatta obuna bosinglar akalar, sizlardan xursand bo'lardim. Xo'p, do'stlar, videoga keladigan bo'lsak, endi juda ham mazza qilib tomosha qiladigan video bo'ldi deb umiddaman. Xullas akalar, sizlarga shu joygacha oxirigacha tomosha qilganlar uchun rahmat do'stlar. Bu men sizlarni juda ham hurmat qilaman. Albatta obuna, like, kommentariy yozish esdan chiqmasin. Sizlar bilan do'stlar Matrisa Gaming bo'ldi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. O'zinglarni keyingi videogacha ehtiyot qilinglar. Ko'rishguncha xayr do'stlar. Omon bo'linglar.